kitoblar. Vaqt hukmi daxl eta olmaydigan yashovchan jism. Ajdodlarning avlodlariga nurli hadyasi. Dillarni ilm ziyosi birla nurafshon etuvchi shamchiroq. O'z o'rnini hech nega bo'shatib bermas sodiq do'st. Barmoqlar tafti, nigohlar sehri, yuraklar mehridan jonlanuvchi tirik qog'ozlar. Yoshlikdan ertakka, hikoyaga, qissalar o'qimagan odam talaba bo'lganda roman o'qiy olmaydi. Unda ko'nikma yo'q, sabr yo'q, u kitobning ichida nima qudratlar borligini bilmaydi. Yoshligida o'qilsa odamni keyin haligi organizmi deydi-ku, ruhiyati talab qilgani uchun ham keyin davom etadi kitob o'qishlar. Biz kitob o'qishda musobaqalashardik. Bizning musobaqamiz kitob bo'lgan. Chunki mana kursdoshlarimdan Iqbol Qushayeva bilasiz, uni qo'lidan kitob tushmasdi. Faxriddin Hayit, Shuhrat Orif, Muhiddin Abdusamad, juda ham ko'p kursdoshlarim bizda jurnalistikadagi darslarimiz ham hammasi kitob bilan bo'lardi. Domlalarimiz bergan mana jahon adabiyoti fanidan biz bir imtihonda 40 talab kitobni o'qib topshirardik. Biz o'qish vaqtlarimizni kutubxonada o'tkazardik hammasini. Boybuta Do'sqorayev domlalar, Omonulla Madayev domlalarimiz, Uzoq Jo'raqulov domlalarimiz bizga o'sha yoshlikdagi o'qigan kitoblarimizni davomi bo'lgan kitoblarni, Alber Kamyuni, Dostoyevskiyni, Behbudiyni, Abdulla Avloniyni bularni mag'zini chaqib o'qishga o'rgatishgan. Va ana shu studentlikdagi vaqtimda ham meni qaydnomalarim 30 dan oshiq qaydnomalarim bor, studentlikda yozganlarim.